Glossiyani xavfli kasalliklardan biri bu sitosporoz kasalligi. Sitosporoz kasalligining belgilari qanaqa bo'ladi? Mana gilos daraxtida ko'rishimiz mumkin. Sitosporoz kasalligi bilan zararlangan gilos daraxtlar tanasi yoriladi. Tanasi yorilgandan keyin bu yorilgan tanadan sarg'ish yoki to'q jigarrang rangdagi yelimlar oqadi va bu yelimlar juda tez qotib qoladi. Bu qanaqa dallarda paydo bo'ladi daraxtlarda? Bu asosan o'sha agrotexnik tadbirlar vaqtida bajarilmagan, noto'g'ri shakl berilgan va noto'g'ri kesilgan daraxtlarda ko'pincha kuzatiladi. Ya'ni bundan tashqari o'sha payvandtak, payvando'zga to'g'ri kelmaganda sodir bo'ladi. Ya'ni bundan tashqari turli xil zararli mikroorganizmlar, ya'ni kasallik zarar kunandalar ta'sirida ham ushbu kasallik daraxt tanalarida rivojlanadi. Kasallik ta'siri natijasida daraxtning yer ustki qismlari quriydi, ammo ildizlari sog'lomligicha qoladi. Ba'zan daraxtlarning ayrim shoxlari yoki bo'lmasa bir tomoni quriydi. Kasallik daraxtlarda rivojlana boshlagan davrlarda barglar birmuncha siyraylashadi, maydalashadi. Keyinchalik barg chetlari yuqoriga qarab buraladi va qurib qoladi. Kasallangan daraxtning po'stloq to'qimalarida hamda asosiy tanasining po'stloq qismi qurib yoriladi. Zararlangan joylardan esa yoqimsiz hidlar chiqa boshlaydi. Endi ushbu kasalliklarga qarshi qanaqa kurash choralari o'tkazishimiz mumkin? Agrotexnik kurash choralari sifatida o'sha sitosporoz kasalligi bilan zararlangan daraxt tanalarini kesib tashlab, dala tashqarisiga chiqarib, yoqib yuborish, bog' qator oralariga 30-35 sm chuqurlikda haydovni amalga oshirish. Bundan tashqari daraxt tanalarini oqlash ham ushbu kasallikga zararni kamayishiga ma'lum miqdorda sababchi bo'ladi. Endi kimyoviy kurash choralari sifatida daraxtlar tinim davrida o'sha daraxtlar tanasini 3% lik bordoz suyuqligi yoki bo'lmasa 3% lik mis kuporisi bilan tanasini yuvish ham shu kasallikga ta'sirini, zararini ma'lum miqdorda kamaytiradi. Bundan tashqari o'sha vegetatsiya davrida tarkibida mis bor preparatlarni qo'llash tavsiya etiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.